sun'iy intellekt bot orqali shu rasmlarni montaj qilganman. Internetdagi tajovuzkor, salbiy, gijgijlash mazmunidagi sharhlar. Ehtimol hozir tarmoqda u yoki bu tarzda trolling bilan to'qnash kelmagan birorta odam bo'lmasa kerak. Assalomu alaykum, efirda muloqot dasturi. Bugun biz kiberhujum bilan bog'liq vaziyatni o'rganish uchun studiyamizga viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurashish boshqarmasi mas'ul xodimi Oybek Nabiyevni taklif etganmiz. Assalomu alaykum. Studiyamizga xush kelibsiz. Kiberhujum tamoyili offlayn ta'sir o'tkazish shakliga o'xshaydi, ammo u psixologik jihatdan jabrlanuvchi ko'proq azob chekishi tufayli yanada xavfli hisoblanadi. Keling, dastlabki suhbatimizni kiberhujum va kiberbullying nima ekanligi haqida boshlasak. Har bir inson ijtimoiy tarmoqdan foydalanar ekan, aynan qandaydir kiberhujumga yoki qanaqadir kiberbullying qurboniga aylanishi mumkin. Ya'ni kiberhujum nima? Kiberhujum axborot texnologiyalari yordamida aynan fuqaroning ijtimoiy tarmoq foydalanuvchisining ma'lumotlarini o'g'irlash yoki boshqa harakatlarni amalga oshirish hisoblanadi. Kiberbullying esa bu ijtimoiy tarmoq orqali uni qanaqadir tahqirlash, ustidan masxara qilish yoki boshqa ta'qib qilish, zo'ravonlik qilish, bu ijtimoiy tarmoq orqali shunaqa holatlar kiberbullying hisoblanadi. Demak, agar kiberbullyingning turlari haqida to'xtalib o'tadigan bo'lsak, agar kiberbullying turlari asosan bu eng ko'p sodir bo'layotganligi ijtimoiy tarmoq orqali aynan bir guruhdan yoshlar tomonidan boshqa bir safdoshini ajratib qo'yish holatlari yoki boshqa holatini o'tadi, aynan ijtimoiy tarmoq orqali uning rasmlarini qo'lga kiritish orqali yoki turli xil videolarini qo'lga kiritish orqali uni ta'qib qilish, ya'ni rasmlarini turli xil ijtimoiy tarmoqlarga tarqatish bilan yoki yaqin qarindoshlarga turli ko'rinishlarga keltirib tashlab berish bilan qo'rqitish orqali undan pul talab qilish holatlari yoki aynan bir uning turli xildagi postlariga nisbatan turli xildagi noto'g'ri salbiy munosabat bildirish ham kiberbullying sifatiga kirishi mumkin. Bugun viloyatimizda kiberbullying bilan jabr ko'rayotganlarni kimlarni tashkil etadi? Ayollarmi ko'proq yoki yoshlarmi? Aynan bu kiberbullyingdan qurboniga aylanayotgan shaxslar bu yosh tanlamaydi. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchisi bor ekanki, u qaysidir bir holatda kiberbullying qurboni aylanib qolishi mumkin. Xususan, hozirgi kunda eng ko'p jabrlanayotganlarni olib qaraydigan bo'lsak, yoshlar va xotin-qizlar. Aynan nima sababdan? Biz bilamizki, ijtimoiy tarmoq orqali yoshlar juda faol hisoblanadi. Ular o'zlarining turli xildagi rasmlarni, videolarni ijtimoiy tarmoqqa joylashtirib qo'yishibdi. Bu esa firibgarlarga, kiber tovlamachilarga bu tayyor o'lja hisoblanadi. Ayollarga nisbatan qanday shaklda jinoyat sodir etiladi? Ayollar bilan aynan xotin-qizlar yoki yosh voyaga yetmagan hamda ulg'aygan yosh qizlarga nisbatan bu kabi kiberbullying holatlari bo'yicha to'xtalib o'tadigan bo'lsak, ular ijtimoiy tarmoqlar orqali yoki boshqa holatlarda tanishgan do'stlari orqali turli xildagi yozishmalarni amalga oshirishadi. Bu yozishmalar orasida ular o'zlarining shaxsiy ma'lumotlarini, shaxsiy suratlarini, kelingcha shaxsiy videolarini ham tanishlariga ijtimoiy tarmoqdagi qo'shniroqchidagi do'stlariga tashlab berishadi. Bu do'st ijtimoiy tarmoqdagi do'stlari u aynan uning haqiqiy do'st ekanligini bilish qiyin. Sababi uning maqsadi, g'araz niyati bo'lishi mumkin. Ijtimoiy tarmoqlarda shunaqa shaxslar borki, ular ma'lumotlarini aynan boshqa shaxslarning ma'lumotlarini olib, o'g'irlab yoki boshqa shaxslarga sotish bilan ham shug'ullanishadi. Ayollar o'zlarining shaxsiy ma'lumotlarini, shaxsiy suratlarini, videolarini o'zlarining profillariga, turli xildagi ijtimoiy kanallarga joylashtirish orqali tayyor o'lja sifatida o'tishadi. Tasavvur qiling, sizning rasmlaringiz ijtimoiy tarmoqda turibdi, uni firibgar yoki kiber tovlamachi oladi, turli xil ko'rinishga keltirib tashlab berishadi o'ziga. Aynan bu nima uchun? Pul, birinchisi pul yoki turli xildagi maqsadlarni amalga oshirish uchun, turli xil o'zining shaxsiy ishlarini amalga oshirish uchun yoki pul talab qilish holatlari ham bo'lyapti. Qanday qilib mana shu kiberbullying qurboni bo'lmaslik kerak? Nimalarga e'tibor qaratish kerak? Kiberbullying qurboniga aylanib qolmaslikning asosiy talablaridan biri bu ijtimoiy tarmoqdan to'g'ri foydalanish. Ijtimoiy tarmoqdan to'g'ri foydalanish deganda nimani tushunishimiz mumkin? Ijtimoiy tarmoqdan foydalanishda biz o'zimizning shaxsiy ma'lumotlarimizni boshqa shaxslarga bermaslik. Bu narsani biz ko'p takrorlaymiz, lekin fuqarolarimiz tomonidan mana shu kabi oddiy e'tiborsizligi oqibatida turli xildagi firibgarlik, kiber tovlamachilik holatlari bo'lyapti. Demak, birinchisi o'zining shaxsiy ma'lumotlarini
joylashtirmaslik yoki boshqa belgilarga tarqatmaslik hamda ijtimoiy tarmoqdan foydalanayotgan vaqtda o'zining ma'lumotlarini tasdiqlovchi telefon raqamlari, elektron pochtalarini xavfsizroq saqlashi kerak. Yaqinda shunaqa holat bo'ldiki, o'zining telefon raqamini eski ishlatib yurgan telefon raqamini sotuvga chiqib ketgan. Sotuvdan keyin boshqa fuqaro olgan. Bunda o'zining eski profili, shaxsiy akkauntlari turgan. O'sha shaxsiy akkauntlar orqali telefon raqamini olib olish orqali noma'lum shaxs tomonidan uning profiliga kiriladi. Profilga kirib, turli xildagi rasmlarni olib, uning yaqin qarindoshlariga, do'stlariga tashlab berish holatlari bo'lyapti. Uning shaxsiy ma'lumotlari va boshqa ma'lumotlar ham shu profilda turgan ekan. Kiberbullying nima ekanligini tushunishga harakat qilsak-da, bu tushunchalarning barchasi o'rtasida farq bormi? Ya'niki kiberbullying, kiberta'qib, kibergigiyena, yana kibermobbing agar umuman bo'lsa, ular qanday farq qilinadi? Kiberbullying bilan kibergigiyena bu ikkalasi ikki xil narsa tushuncha hisoblanadi. Xuddi shunday kibermobbing va kiberta'qib bu turli xildagi tushunchalar hisoblanadi. Ularni farqlash uchun oddiygina kiberbullying bu ijtimoiy tarmoq orqali sizni tahqirlash, turli xil zo'ravonliklarni amalga oshirish. Bu ijtimoiy tarmoq internet orqali. Kiberta'qib esa aynan sizning xatti-harakatlaringizga, ijtimoiy tarmoqlardagi yozgan postlaringizga, qoldirgan turli xildagi izohlaringizga yoki boshqa narsalaringizga doimiy ravishda salbiy, negativ ma'lumotlar yoki yozishmalar qoldirish hisoblanadi kiberta'qib. Kibergigiyena esa bu aynan shu kabi ijtimoiy tarmoqdan to'g'ri foydalanishni insonga shakllantirish hisoblanadi. Kibergigiyena. Bu tushuncha O'zbekistonda yaqindan boshlab kiritilyapti. Sabab nima uchun? Bu oldin bunaqa tushuncha yo'q edi. Insonda bir narsadan qanaqadir kasallikdan himoya qilinishi uchun inson o'zining organizmi gigiyena shakllantiradi yoki bu qanaqadir xavfsizlik muhitini shakllantiradi. Kibergigiyena ham bu o'zining internetdan to'g'ri foydalanish, undan qanaqa ma'lumotlarni joylashtirmaslik bo'yicha uning tushunchalar mazmuni hisoblanadi. Keling, hozir bir lavhani tomosha qilsak-da, keyin yana suhbatni davom ettirsak, rejissyorlarimizdan iltimos qilib qolamiz. Ijtimoiy tarmoqlar bugun hayotimizning barcha jabhasini o'z qamroviga oldi. Natijada shaxsning xoh ochiq, xoh yopiq, hatto shaxsiy ma'lumotlarini ijtimoiy tarmoqdan qo'lga kiritish mumkin bo'lib qoldi. Faqat bunga shaxsning huquqiy bilimi yetishmasligi oqibatida bilib-bilmay yoki firibgarlarning aldoviga uchib, shaxsiy ma'lumotlarini ularga taqdim etayotgani achinarli. Viloyat Ichki ishlar boshqarmasi axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurashish boshqarmasi kiber xavfsizlik bo'limi tezkor xodimlari tomonidan ijtimoiy tarmoqlar orqali sodir etilgan kiberbullying hamda kiber tovlamachilik jinoyatlarini aniqlash bo'yicha olib borilgan tezkor surishtiruv va texnik tadbirlar davomida bir necha fuqarolarni aldab, tuzog'iga ilintirgan shaxsning faoliyatiga chek qo'yildi. Tezkor surishtiruv va texnik tadbirlar davomida Chiroqchi tumanida yashovchi fuqaro Turdiyev Rauf xotin-qizlar bilan ijtimoiy tarmoqlar orqali yozishmalar qilib, ularning profiliga qo'yilgan suratlarini sun'iy intellekt dasturi orqali behayo ko'rinishga keltirib, ularni ijtimoiy tarmoqqa tarqatmaslik evaziga qo'rqitib, pul undirib kelgani ma'lum bo'ldi. Jumladan, fuqaro Turdiyev Rauf taxminan 2 yildan ortiq vaqt mobaynida Telegram messenjerida jami 5 ta akkaunt ochib, xotin-qizlar bilan bog'liq kiberbullying, kiber tovlamachilik va boshqa turdagi 10 dan ortiq kiber jinoyatlarini sodir qilgani aniqlandi. Bundan tashqari jabrlanuvchilarga tahdid qilish natijasida ularga tegishli bo'lgan boshqa profil va akkauntlarni ham qo'lga kiritib, ular orqali ham mazkur turdagi kiber jinoyatlarni amalga oshirgan. Turdiyev Raufdan kiber jinoyatlarni sodir etishda foydalanilgan telefon apparati va Xalq bankiga tegishli Humo plastik kartasi kelgusida tekshirib ko'rishlik uchun protsessual tartibda hujjatlashtirib olindi. Telegram ijtimoiy tarmoq orqali shu Yandexdan topilgan bir bot bor, o'sha Telegram bo'yicha ishlaydi, o'sha botdan foydalanganman. Sun'iy intellekt bot orqali shu rasmlarni montaj qilganman. Yana 3 tami, 2 tami lishni oddiy profillarim bor, o'shadan foydalanganman. Qilgan ishimdan ming marta pushaymonman. Kechiringizlar meni, kechirim so'rayman. Ikkinchi bu ishga umuman qo'l urmayman. Hozirda gumonlanuvchi Turdiyev Raufning ijtimoiy tarmoq bilan bog'liq jinoyatlari bo'yicha Kasbi tuman ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov guruhi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 130-moddasi 3-qismi, 141 prim 3-moddasi 2-qismi A bandi, 165-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Rahmat.
keling mana shu lavhadan ham misol keltirsakda, bunday vaziyatda qanday qahramonlar ishtirok etadilar, kim bu yerda bezori, kim qurbon rolida bo'ladi? Ushbu lavhada to'xtalib o'tadigan bo'lsak, bu holat 2025-yilda sodir bo'lib, viloyat ichki ishlar xodimlari tomonidan tezkor texnik tadbirlar davomida aniqlangan holat hisoblanadi. Murojaatchi tomonidan uning shaxsiy rasmlari, turli xildagi video rasmlarini ijtimoiy tarmoq orqali tanishgan do'sti tomonidan turli xil ko'rinishga keltirib, yaqin qarindoshlarga tarqatish orqali pul talab qilish holati ko'zda bo'lgan. Bu holat bo'yicha biz xodimlarimiz tomonidan tezkor texnik tadbirlarni amalga oshirgan vaqtimizda achinarli holat bu o'zini shaxsiy ma'lumotlarini turli xildagi berkitib, aniqlash imkoniyati bo'lmaydigan holatga keltirgan edi. Kibr tovlamachi tomonidan bu holatlarni aniqlangandan keyin xodimlarimiz ishlagandan so'ng bu fuqaro aynan Qashqadaryo hududida yashovchi fuqaro ekanligi aniqlandi. Bu fuqaroga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalariga asosan tergov harakatlari olib borilmoqda. Aynan bu yerda jabrlanuvchi haqida to'xtalib o'tadigan bo'lsak, jabrlanuvchi voyaga yetmagan qiz bola hisoblanadi hamda uning murojaatiga asosan biz texnik tadbirlarni amalga oshirganimizda kibr tovlamachining telefon qurilmasi ko'zdan kechirilganida bitta fuqaroni tovlamachilik yo'li bilan pul talab qilish holatlari emas, bir nechta fuqarolarni aldaganlik holati aniqlandi. Ya'ni bu doimiy ravishda shu ish bilan shug'ullanib, fuqarolardan tovlamachilik yo'li orqali pul talab qilish holatlari aniqlangan. Endi mana shu kiberbullying yuzma-yuz zo'ravonlikdan nimasi bilan farq qiladi? Ijtimoiy tarmoqda kim bilan yozishyapsiz, kim bilan yozish bilan almashyapsiz yoki fotosuratlarni kimga beryapsiz, shaxsiy ma'lumotlaringizni berayotganingiz noma'lum bo'ladi. Siz yozishayotgan profil orqasida kimligini bilmaysiz. Yuzma-yuz taqibda siz aynan kim bilan gaplashyapsiz, nima kimligini, u haqidagi ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Ijtimoiy tarmoqda kiberbullying desa bu noma'lum bo'ladi. Noma'lum shaxs uning kimligi, nimaligi, ayol yoki erkakligi, yoshi yoki qaraligi bilinmaydi. Umuman mana shu kiberbullying yoshlarga qanday ta'sir qiladi? Yoshlarga ta'siri bo'yicha to'xtalib o'tadigan bo'lsak, bu psixologiyasiga, birinchi navbatda inson psixologiyasi hamda yoshlarning psixologiyasiga ta'sir qiladi. Nima sababdan? Yuqorida to'xtalib o'tganimizda kiberbullying aynan turli xil ko'rinishlari bo'yicha to'xtab o'tildik. Ya'ni bu ijtimoiy tarmoqdan do'stlarining boshqa yoshni ajratib qo'yishi, aynan bir guruhga uni qo'shmasligi yoki ta'qib qilishi, doimiy uning rasmlarini, videolarini turli xil ko'rinishga keltirib, uning psixologiyasiga hamda o'ziga ta'sir qiladi. Ertaga unga nisbatan bo'lgan o'ziga ishonchsizlik tuyg'ulari paydo bo'ladi. Shuningdek, turli xildagi insonlar bilan muloqoti cheklanib qoladi. Endi mana atrofimizdagi o'sha shaxslarni kiberbullying bo'lishi mumkin bo'lsa, ularning qanday belgilari bo'ladi? Bu belgilari bo'yicha to'xtalib o'tadigan bo'lsak, ijtimoiy tarmoqdan foydalanayotgan barcha shaxs kiberbullyingdan yoki kiber tovlamachilikdan jabrlanishi mumkin. Xo'p, o'sha kiber jinoyatchi atrofimizda bo'lsa, uning qandaydir belgilari, xatti-harakatlari bormi? Xatti-harakatlar bilan ajratib olishning asosiy belgilari bu fuqarolar bilan yoki boshqa shaxs bilan muloqot davomida doimiy depressiya yoki juda tortishuvchan, muloqot davomida salda jahli chiqib, doimiy ravishda har bir muloqotni janjalga olib boradigan holatda kuzatiladi. Bizda shunaqa bo'lgan. Bu fuqaromiz tomonidan gaplashilganda yo boshqa kiberbullying bilan shug'ullangan shaxslar bilan muloqot olib borganimizda, ular har bir so'zida yoki boshqasida muloqotni janjalga olib borishi yoki o'zi aybdor emasligini, jabrlanuvchiga barcha ayblarni to'nkashi, uni turli xildagi vajlarni keltirishi, doimiy yolg'on gapirishi aniqlanganda bizda. Demak, belgilari shunday. Shunday. Umuman olganda ushbu zo'ravonlikni xatti-harakatlarining odatiy namunalari qanday? Masalan, ular nima deb yozadi yoki nimani internetda nashr etishi mumkin? Qanday qilib o'sha qarmoqqa ilib oladi? Kiberbullying bilan shug'ullanayotgan shaxslar ijtimoiy tarmoqlardan asosan o'zlarining qurbonlarini turli xil yozishmalardagi guruhlardan izlashadi hamda ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lgan foydalanuvchilarga qurbonlar sifatida olishadi. Ularning yozishmalari turli xildagi do'st tanishuvlar guruhida bo'lishi mumkin yoki do'st orttirish yoki turli xildagi sevgi muhabbat guruhlarida ular yangi do'stlarni izlash bilan shug'ullanishadi. Tabiiyki o'zlariga do'st sifatida tanishmoqchi bo'lgan yoshlar bo'ladi.
o'g'il yoki qizlar bo'ladi, demak ijtimoiy tarmoqda u do'st qidirmoqchi bo'ladi. Atrofida do'stni topib olmagandan so'ng aynan ijtimoiy tarmoq orqali do'st topishga harakat qiladi. Ular shu narsani bilishadida, do'stlashamiz, keling, siz bilan muloqot qilamiz. Turli xildagi savol-javoblar yoki boshqa narsalarni bahona qilib o'zlari ijtimoiy tarmoqda yozishmalarni amalga oshirishadi. Keyinchalik kiber tovlamachi yoki kiber bullying bilan shug'ullanuvchi shaxs uning turli xildagi rasmlarini, videolarini yoki shaxsiy ma'lumotlarini o'zi qiziqish sifatida yoki boshqa ma'lumotlarni olayotganligi, o'ziga qiziq ekanligi, o'sha shaxs unga ertaga do'st sifatida bo'lganligi uchun uning ma'lumotlari zarurligini bildirib, turli xildagi ma'lumotlarni qo'lga kiritadi. Bu esa turli xildagi sodda yoki o'zining men ijtimoiy tarmoqda do'st topdim degan turli xildagi sodda fuqarolar tomonidan, ijtimoiy tarmoq fuqarolari tomonidan uning ma'lumotlari boshqaga berilgani orqali kiber bullying qurboniga aylanib qolish holatlari bo'lyapti. Endi mana shu mas'ul xodim sifatida ko'p jinoyatlarni ochyapsizlar, o'rganyapsizlar. Umuman mana shu tajovuzkorona ishlarga, mana shu kiber jinoyatlarga kirib qolayotgan yoshlarmi yoki boshqa turdagi toifadagi insonlarmi, uni mana shu jinoyatga kirishini asosiy omili nimada? Bu jinoyatlarning asosiy omili sifatida yoshlarning o'z vaqtida ota-ona tomonidan yoki unga mas'ul bo'lgan shaxslar tomonidan yetarli darajada e'tibor bo'lmaganligi, bandligi ta'minlanmaganligi yoki uni doimiy nazorat qilinmaganligi. Yoshlar tomonidan nazoratsiz holatga qoldirilishi oqibatida turli xildagi jinoyatlar yuz beryapti. Oldinlari turli an'anaviy turdagi jinoyatlar, o'g'rilik yoki tan jarohati yetkazish yoki boshqa turdagi jinoyatlar sodir etilayotgan yoshlar tomonidan hozirgi kunda kiber jinoyatlar avjiga chiqdi. Buning asosiy sababi nima? Hozir aynan axborot texnologiyalari davrida internet orqali faqat yoshlar doimiy foydalanuvchi hisoblanadi. Internetda qanaqadir ma'lumotni ko'radi, undan qanaqadir tahlil qiladi, nima olib kelishi yoki nima qilishi mumkinligini o'ylaydi-da, undan salbiy oqibatlarini, salbiy yoki ijobiy oqibatlarini o'ylamasdan turli xildagi ishlarni amalga oshirishadi. Xususan, internet ijtimoiy tarmoqlardagi turli xildagi video roliklar, reelslar yoki boshqa narsalarni ko'rib, o'zi shakllanadi. Demak, u bu boshqa tengdoshi bu ishni amalga oshiryapti, demak uni bu bajarsa ham hech qanaqa jinoiy yoki ma'muriy holat bo'lmasligini xayol qilib, o'ylab bu narsalarni sodir qiladi. Hech kim topolmaydi deb o'ylaydi. Xuddi shunday. O'zi ijtimoiy tarmoqlar orqali turli xildagi dasturiy vositalar orqali shaxsini yashirmoqchi bo'ladi yoki telefon qurilmalarini yashirmoqchi bo'ladi, lekin bu texnik qurilmalarni aniqlanadi. Ertaga biz javobgarlikni tortish davomida ular bilan suhbat qilganimizda bu narsani bilmagandim yoki turli xildagi bahonalarni vaj keltirishadi. Bir narsani shu o'rinda aytib o'tish kerakki, qonunni bilmaslik bu javobgarlikdan qutqarmaydi. Endi chuqurroq qaraydigan bo'lsak, mana shu kiber jinoyat bilan shug'ullanayotgan yoshlar, aynan o'sha to'q oiladan chiqqanlar ham bormi? Umuman bular hammasi borib pulga borib taqaladi-da bu jinoyat. Ular nimaga ishlatadi bu pulni? Nima sababdan mana shu pulga bo'lgan ehtiyojini shunaqa yo'l bilan qondirishyapti-da hozir? Bu aynan yaxshi sharoitda yoki yomon sharoitda yashayotgan yoshlarga nisbatan emas, bu umumiy ijtimoiy tarmoqda yoshlar tomonidan sodir etilyapti. Bu to'qchilik yoki qanaqadir yetishmovchilik oqibatida emas. Ular o'zining harakatini, huquqiy oqibatini anglab yetmayapti. Ertaga shu jinoiy holat bo'lishi mumkinmi yoki ma'muriy holat bo'lishi mumkinmi deb o'ziga savol bermaydi. Aynan ijtimoiy tarmoq orqali ko'rgan yoki boshqa do'st tomonidan taklif qilingan narsalarni amalga oshirib ko'radi. Bu tengdoshim qildiki, amalga oshirdi-ku, bu hech narsa bo'lmadi-ku degan ma'noda turli xil ishlarni amalga oshirib kelishmoqda. Ko'r-ko'rona ergashib ketishdi. Xuddi shunday. Endi mana shu kiber bullying qurboni agar bola bo'lsa, unga qanday yordam berish kerak? Asosan yoshlar o'rtasida, voyaga yetmaganlar o'rtasida bu biz tomonidan maktablarda hamda universitet yoki o'rta maxsus ta'lim maktablarida, ichki ishlar organlarida inspektor psixolog shtatlari berilgan. Bu inspektor psixologlar aynan yoshlar hamda voyaga yetmaganlar bilan ishlaydi. Xuddi shuningdek, ular bilan psixologik yordam berish hamda maktabdagi faol o'quvchilar bilan uning ijtimoiy muhitga moslashishini ta'minlash maqsadida turli xil tadbirlarga, sport mashg'ulotlariga jalb qilinmoqda. Ularni ijtimoiy muhitga, ya'ni kiber bullying qurbonini bo'lganligini esdan chiqarish yoki o'sha narsani
sal yumshatish maqsadida turli xildagi tadbirlar yoki boshqa narsalarni hamkorlikda amalga oshiriladi. Xususan, maktablarda bo'lsa agar ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosarlari hamda psixologlar bilan, yoshlar yetakchilari bilan hamkorlikda turli xildagi psixologiya yoki boshqa ishlarni amalga oshirib kelinmoqda. Huquqiy jihatdan kiberbullying uchun qonunda jazo turlari belgilanganmi? Belgilangan kiberbullying bu boshqacha qilib aytganda qonun bilan tovlamachilik hisoblanadi yoki insonning shaxsiy ma'lumotlarini tarqatish, haqorat qilish, ijtimoiy tarmoqlarni haqorat qilish kabi jinoyat javobgarligi yoki ma'muriy javobgarlik holatlari ham aniqlangan. Bu kiberbullying oqibatida sodir etilayotgan holatlarga nisbatan jinoiy va ma'muriy javobgarliklar belgilangan. Xususan, Jinoyat kodeksining tovlamachilik hamda shaxsiy ma'lumotlarni tarqatish, ijtimoiy tarmoq orqali haqorat qilish kabi turli xildagi tegishli moddalar bilan jinoiy va ma'muriy javobgarlikka tortish belgilab o'tilgan. Rahmat mazmunli suhbatingiz uchun. Bizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetib qoldi. Eslatib o'tamiz, bugungi suhbatimiz kiberjinoyat, kiberbullying mavzularida bo'lib o'tdi. Keyingi dasturlarda uchrashguncha omon bo'ling.